Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uyda bor masalliqlardan mazali pechenye tayyorlaymiz. 2 dona tuxumimizga 120 gramm shakar solib, yaxshilab vinchik yoki mikser yordamida shakarlar eriguncha aralashtirib olamiz. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz va 100 gramm margarin solamiz xona haroratida va ozgincha smetana ham qo'shib yubordim. 4-5 qoshiqcha chiqadi albatta. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Smetana yo'q bo'lsa, qatiq ham aralashtirsa bo'ladi albatta. Menda smetana bo'lganligi uchun smetana aralashtirdim. Endi unimizni elab solamiz. Menda 200-250 gramm un ketdi. Ozgina 1 choy qoshiq razlikitl ham solib yuboramiz. Va asta-sekinlik bilan xamirimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Suyuq xamir bo'lgandan so'ng yana un solib, yana xamirni qattiqroq qilishga harakat qilamiz. Endi lopatka yordamida xamirimizni qattiq qilib olamiz. Mana endi xolodilnikka 30 minutga olib qo'ydim. 30 minutdan keyin xamirimizni yoyib olamiz. Juva yordamida yoyib oldim. Mana xamirimizni qalinligi mana shunaqangi o'rtacha qalinlikda bo'ladi. Endi shaklini o'zingiz qanday shakl berishingiz o'zingizga bog'liq. Men shunaqa oy shaklini qilib kesib oldim. Albatta duxovkamizni qizdirib qo'yishimiz kerak. Qizdirib olganimizdan so'ng pechenyelarimizni pishirib olamiz. Mana qirqib oldik. Endi xamirimizni shakardan foydalandim. Ustiga shakarga botirib qo'ydim. Patnischalarga terib oldim. Siz xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Men tuxum sarig'idan foydalanmadim. Shunaqangi o'zi shakardan, oddiy shakardan foydalandim. Mana duxovkada 170-160 gradusda 15-20 minutda tayyor bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek mazali pechenyelarimiz tayyor bo'ldi. Oymomo shaklidagi. Bolajonlarimiz ham maza qilib yeyishadi albatta. Agarda sizga resept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling deyman.